Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan Telegramda video yoki rasmlarni o'zingiz belgilagan vaqtda yuborishni o'rgatmoqchiman. Buning uchun misol uchun mana shu yerda ko'rsatib ko'ray. Rasm yoki videoni tanlab olishimiz kerak. Download. Bitta rasm endi. Xo'p. Mana shu rasmni oldindan yuborishni ko'rsatib bermoqchiman. Buning uchun men bu yuboradigan samolyotning ustiga ikkita barmog'ingiz bilan mishkaga bossak ham bo'ladi yoki bitta barmog'ingiz bilan bosib tursak ham bo'ladi. Mana bitta set a reminder chiqadi. Mana shuni bossak, demak vaqtini biz tanlashimiz kerak. Misol uchun siz ertaga yubormoqchi bo'lsangiz, mana bittadan sanani tanlashingiz mumkin. Yoki soatni, bugun soat nechida? Hozir soat 5:36 bo'lsa, men 5:37 ga yuborishni xohlayman. 17:37. Shuni bosganimizda 5:37 bo'lsa, 37 bo'ldi. Mana rasm yuborildi. Video. Rasmda ham xuddi shunaqa. Rasmda bu rasm video ekan, hozir rasmni ko'rsatib beraman. Rasmda ham xuddi shunaqa. So'chi mana shu rasm. Yuborishda yuboradigan samolyotni bosib turamiz. Set a reminder. Reminder bosamiz. Bugun soat 6:37 da men yuborishni xohlayman. Shunday bossak, bugun soat 6:37 da o'zi yuboriladi avtomatik. Video shundan iborat. Rahmat, salomat bo'ling.